Qani, marhamat. Farruh. Tinchlikmi bolalar? Tinchlik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchlikmi bolalar? Nimadir Nima muammo bormi? Yo'q, tinchlik. Yo'q, tinchlik. Abduvahid Abduhalimich Farruhni tabriklab yubordilar. Tabriklaymiz Farruh. Mana buni olib qo'yasizlar. Xo'jayinning nomidan. Baxtli bo'ling, Sima. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalarimni yetim qildingiz. Bu yog'i vijdoningizga havola. To'yga o'tinglar. Mayli aka, baxtli bo'ling. Qolamiz. Rahmat. Mayli, Sog' baxtli bo'ling. bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Pas, $100 berib yuboribdi. Madina. Xo'sh, qalaysiz endi? Charchab qolmadingizmi? Ha. Kun bo'yi kayfiyatingiz bo'lmadi. Charchadingiz shekilli. Bilaman. Bunaqa kelin ko'ylagini ko'tarib yurishi o'zi bo'lmasa kerak. Lekin buni qarang. Orzularimiz amalga oshdi. Sekin-sekin niyatlarimiz ushalyapti. Xudo xolasa, hali hamma orzularimizga erishamiz. Siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Yonimda bo'lasizmi? Madina, tushunaman. Ota uyini tashlab kelish qiyin. Lekin bu ham endi siz uyingiz. Biz endi bir oilamiz. Nima muammo bo'lsa, hammasini birgalikda hal qilamiz. Agar siz kayfiyatingiz bo'lmasa, menga ham ta'sir qiladi-da. Shuning uchun kayfiyatingizni ko'tarib yuring, xo'p? Madinaxon. Ey Madinaxon. Bo'ldi, endi sizga yarashmayapti. Yaxshi dam oling. Tushunmadim.